Chet elga o'qishga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilar qilish kerak bo'lgan ishlar ketma-ketligi 3-qism. Chetga topshirayotganda ko'pchilik mendan so'raydi, IELTS kerakmi yoki SAT deb. Aslida ikkalasi ham kerak, bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi IELTS bu siz ingliz til bilishlik darajangizni o'lchaydigan test va ko'pincha chetga universitetga topshirayotgan vaqtingizda 6,5-7 atrofida bo'lishi yetarli bo'ladi. Lekin IELTS o'zi bilan juda ham ko'p grant yuta olmaysiz, chunki juda ham ko'p davlatlarda IELTS balli yuqoriligi 100% grant yutishingizga yordam bermaydi. Uning uchun sizga SAT kerak bo'ladi. Agar sizni katta grant imkoniyatlari qiziqtirsa va top 300 universitetdan 100% gacha grant yutmoqchi bo'lsangiz, sizga IELTS dan ham ko'ra ko'proq SAT kerak bo'ladi. Top 100 talik universitetlardan bittasiga kirishingiz uchun sizga 1300 ball o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Lekin biz tavsiya qiladigan natija 1350 dan 1500 gacha. Aynan mana shu natijalar bilan siz kattaroq grant yutish imkoniyatiga ega bo'lasiz va boshqa abituriyentlar orasida ajralib turasiz. Ingliz tili darajasi B2 dan yuqori bo'lgan o'quvchilar, siz uchun maxsus onlayn va offlayn yozda maza qilib tayyorlanishingiz uchun kuchli guruhlar ochdim. Xudo xolasa sizga qiziq bo'lsa, pastdagi izohlar qismida plyus yozib olsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim o'qidim. Keyingi qismda nimalarni gaplashamiz, qisqacha izohlarda taxmin qilib ko'ring.